qolgan yigitlar. Yaqinroq, yaxshiroq, yaqinroq kelinglar. Barcha polvon otbozlar yaqin kelamiz. Joni, yaqin kelinglar. Alisher, yaqinroq kelamiz, yaqinroq. Hammalaring yaqin kelinglar. Bosib turgan polvonlar, Nodir aka durni tushirasiz. To'yimizning vaqti bo'ldi. Alovoy marramizga Zomin Boydirovimizning nabirasi Diyorbek To'rayev, Diyor polvon. Zomin boybomizning nabirasi Ramazonjon To'rayevning sarbaland nomlari bilan Alovoy marramizga Nordiyaga tashladi. Dilmurod polvon. Sirdaryo Gulistonni polvoni. Dilmurod polvon. Zamon tekstil. O'chiring. Qurolni jo'raslar yigitlar, yaqin kelamiz. Hammamiz yaqin kelaylik. Bosib turgan polvonlar. Biron bosga o'chiring, bosga marra tomonga. Nuriddin hojimizni Qana. Zamon to'yida bir to'y bir tanaga tashlagan polvonimiz Dilmurod polvon. Qana. Sirdaryo. O'tamiz yigitlar, o'tamiz. Kelinglar yigitlar, kelinglar. Bosga o'chiring, bosga. Qana yaqin kelinglar yigitlar. Yaqinroq kelinglar, barcha pastdagi polvon otbozlar. Yaqin kelamiz. To'yimizning vaqti bo'ldi do'stlar. Qarang, Aziz. Ergashboq Aldazarda bitta qo'yasiz. Ergashboq Aldazar. Nodir aka, durni tushiring. Monitorga sviyaz kelmayapti, tezlashtiring. Nodir polvon. Onliyor polvon, Jamol polvon. Men tanigan polvonlar bir chekidan aytib chiqib kelyapman. Bo'rivoy, Akmal Bo'rivoy. Qani yaqinroq yigitlar, yaqinroq. Yaqinroq kelamiz do'stlar. Ana. Assalomu alaykum, muhtaram aziz mehmonlar, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli polvonlar, hurmatli otbozlar, hurmatli Uloq Ko'pgarning ashaddiy muxlislari. Xo'sh kelibsizlar mana bugun asl balandchaqir elning farzandi, hammalaringga ma'lum bo'lgan, mashhur bo'lgan otboz inson Erkatoy Buroq Fayz 33 Diamond otlar egasi Komil hojibomizning ulug' 70 yoshlik yubileylari hamda farzandlari mana Komil hojibomizning o'g'illari Shavkatjon akam, Shuhrat hoji akamlar bosh bo'lib, Sharofbek bosh bo'lib, nabirasi Sharof akam bosh bo'lib bugun mana shu Sardoba tumanidagi, Sardoba tumanidagi, Oqoldin tumanidagi 55 nafar yosh jajji farzandlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oila vakillarining farzandlarini sunnat to'ylarini qilib, eldan duo olib, mana bugun ajoyib ko'pkari berishni niyat qilib, o'tgan yili ham bu maydonda ajoyib to'ylar qilib berib, mana bu yil davomi Xudo xolasa har yili hojibom an'anaga aylantiraman degan katta to'y, ulug' to'ylarimizdan biri. Xudo xolasa aziz do'stlar, kelgan mehmonlar, polvonlar, otbozlar nomidan to'y boshi Komil hojibomizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Farzandlari Shuhrat akam, Shavkat akamning Alloh shar rivojini bersin. Nabirasi to'yga bosh-qosh bo'lgan Sharof akamni ham Alloh shar rivojini bersin, biriga ming bersin. Mana shu 55 nafar yosh farzand, jajji go'daklar, uka-singillarimiz, ukalarimizni to'ylari, ilohim shu yigitlar ham kelajakda vatanimiz ravnaqiga xizmat qiladigan ulug' farzandlar bo'lib, toki umrlarini oxirigacha hojibomni sizlarni duo qilib yursinlar. Ilohim quvonchli kunlaringizga doimo sherik bo'laylik. Yurtimiz tinch, yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Do'stlar, Uloq Ko'pkari bugungi kunda O'rta Osiyo mamlakatlari ichida bizning vatanimizda, ya'ni kim O'zbekiston Respublikasida eng yuqori sur'atlarda rivojlanib borayotgan milliy o'yinlarning biri sanaladi. Bu ham bejiz emas. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovning qarorlari bilan barcha viloyat tuman markazlarida qorabayir zotlar bilan ta'minlangan chavandozlar maktabi tashkil qilinib, bu chavandozlar maktabida ta'lim olayotgan o'g'il qizlarimiz
yuraklarida vatanga nisbatan mehr, muhabbat tuyg'usi, mardlik, jasurlik tuyg'usini o'zlarining yuraklarida jamlab, xudo xolasa vatanimiz kelajagiga xizmat qilishda, bel bog'lashda milliy o'yinlarning kurash, uloq ko'pkari sport turlarining o'rni beqiyosdir. Shunday ekan do'stlar, barcha polvonlar eshitamiz. Biz qonun ustuvor, jinoyatga jazo muqarrar davlatda yashaymiz. Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar qonun qoidani buzyapmizmi? Albatta bilingki, qonun oldida javob berasiz. Maydonda yurgan polvonlar, ot chopadigan maydondagi yurgan polvonlar, barcha mehmonlarga hurmat izzatda bo'lasiz. Jilo ushlamaysiz, o'ramaysiz, takalmashayotgan payti pastga olib ketmaysiz. Oldimizda bo'lib o'tgan ko'plab to'ylarda kuzatilgan narsa qat'iyan man qilinadi. Faqat halol olasizlar yigitlar. Ana shu narsaga kelishib olaylik. Ana undan keyin qamchilashib, urushib, janjallash degan narsa yo'q. Birdaniga mana Botir akamiz federatsiya a'zosi, Sirdaryo viloyatining federatsiya rahbari, O'zbekiston uloq ko'pkari federatsiyasining a'zosi Botir akamiz ham mana shu yerda agarda lishni harakat qilgan polvon, janjal qilgan polvon chiqib ketasiz, kechirib qo'yasiz. 10 marta solmaysam, solsangiz bekor bo'lib qolaveradi. Shuning uchun bir-birlaring bilan do'st bo'lib, aka-uka bo'lib, qadrdon bo'lib, uloqni chopamiz deb niyat qilamiz, umid qilamiz. Oldimizda xudo xolasa ertaga 3 kunlik katta to'y. Xudo xolasa bu to'yimiz ham biz bilamiz, hammalaringga ma'lum, bizning vatanimizda kichkina uloq ko'pkari bo'lmayapti hozir. Butun O'rta Osiyo qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston respublikalaridan otlar, polvonlar tashrif buyurgan. Biz xursand bo'lishimiz kerak. Mehmon kelganligidan xursand bo'lishimiz kerak. Biz mehmon do'st xalqmiz, o'zbek xalqi. Kelgan mehmon polvonlarni hurmat izzatini joyiga qo'yishimiz kerak. Otbozlarni hurmat izzatini joyiga qo'yishimiz kerak. O'ylaymizki, biz hurmat izzat qilgan mehmonlarimiz qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston vakillari ham bizning polvonlarimiz vatanlariga tashrif buyurganda hurmat izzatlarini qiladi deb o'ylaymiz va ishonamiz. Ilohim, davlatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarimiz abadiy bo'lsin. Yurtimiz tinch, baxtimizga uloq ko'pkari rivojiga hissa qo'shayotgan ko'pkari jonkuyarlari, ko'pkari daholari, halol ko'pkari asoschilari, akalarimiz sog' salomat bo'lsinlar. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Barcha yurtda mana shunday tinch davlatga, tinch yurtga yaxshi kunlar, to'ylar yarashadi. Do'stlar, qonun qoidalarimiz shu. Botir akamizga bitta mikrofonni beringlar. Kerakli ko'rsatmalar tez berib o'tasiz. Ana undan keyin xudo xolasa Eshonbolardan duo olamiz. Ana undan keyin bizning milliy g'ururimiz, iftixorimiz sanalmish madhiyamiz bilan xudo xolasa bismillah deb ko'pkarni boshlaymiz. Marhamat, Botir aka. Assalomu alaykum aziz polvonlar, yurtdoshlar, sirdaryoliklar va kelgan aziz mehmonlar. Bugun mana Qobiljon akamizning yubileylari hamda o'g'illarning qilayotgan, nevaralarga qilayotgan mana shu bugungi to'ylari hammamiz uchun katta bayram. Shu bayramni chiroyli o'tkazishimiz kerak. Hamma joyda chiroyli solinlar berilyapti. Mana uloqlarga keng yo'l ochildi. Har kuni yurtimizda, viloyatimizda har kuni uloq bo'ladi. Shuning uchun barchangizni mana shu bugungi bayramni chiroyli o'tkazib, bir-biringizga hurmat ko'rsatishingizni so'raymiz. Biz bugungi Qobiljon akani barcha oila farzandlariga uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Mana shu yerda